Barsik, barsichok. Mana bizning barsigimiz smenalarga borib kelib, bugun ko'zlarini ochdilar. Uxlab, mana yaqinda uyg'ondilar. Mana yaqinda oyligi chiqadi. Oydi boshiga plastikka tushadimi? Shu 3-4-larga plastikka tushadi buni oyligi. Shu oyligiga nima qilsa ekan deb ikkalamiz ham reja qilib o'tiruvdik. Nima berasan, nima qilamiz deyotgandim. Ha, bizani 5 barmoqqa borasanmi? Desam, yo'q deydi. Gazni pulini to'lashim kerak, svetni pulini, sovuq suvni pulini to'lashim kerak. Qaysi birisini o'ylashga hayronman, deyapti, qaranglar. Shu bitta kichkinagina mushukda boshiga ham tashvish tushgan tavba. Naloglarni to'lashim kerak. To'lov ishlar juda ham ko'p. Siz bo'lsangiz o'tirib olib 5 barmoq deysiz, deyapti. Mana barsigim malades deb baribir. Shu oilaning ta'minotini shu qilyapti, mana shu boqyapti. Kimni uyda shunaqa boqadigan mushugi bor, Kimda bor? Qaranglar, o'ylayapti hozir. 5 million pulni qatga yetkazsam ekan, nimalar olsam, nimalar qo'ysam, nimalarni to'lasam, qachon bu ro'zg'ori kamchiligi bitar ekan deb o'ylayapti barsigim. Qaranglar, mana yomon qattiq his qilib qoldi barsigimiz. Ana o'ylayapti. Barsik, o'ylama bolam, hammasi yaxshi bo'ladi. O'ylama bolam.